Afg'oniston eng turfa xil etnik millatli davlatlardan biri. Uning hududida juda qadimdan o'nlab xalq va qabilalar yashab kelgan. O'zbek va tojiklar o'z milliy davlatiga ega bo'lishiga qaramay, ulardan millionlari Afg'onistonda yashaydi. Umuman o'zbek va tojiklar Afg'oniston aholisining 50% ga yaqinini tashkil etadi. Mamlakat poytaxti Kobul shahri aholisining yarmi ham aynan shu millat vakillaridan iborat. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, shaharda 2 million atrofida o'zbek va tojiklar yashaydi. Ular Afg'onistonga qanday kelib qolgan? Juzjon viloyati hokimi Mavlaviy Lutfullo Aziziy Aktit muassasasining konkurs sinaviga tayyorlik ko'rish kursida o'qigan ushbu yoshlarni rag'batlantirish yig'ilishida suhbat qilar edi. Yoshlarni ko'proq tahsil olishi, zamonaviy bilimlarni kasb qilishiga undaydi. Aziziy janoblari yoshlar bundan keyin vosita bo'ladigan kishilarga emas, balki kitobxona va ta'lim markazlariga murojaat qilishlari shart ekanini ta'kidlaydi. Bizni Telegramda ham kuzatib boring. Video ostidagi havola orqali o'tib, bilib oling, rasmiy Telegram kanaliga a'zo bo'ling. 2018-yil Afg'oniston aholisini Milliy Afg'on statistika xizmatlari 31,58 million kishi deb, shundan 1,5 millioni ko'chmanchi. Markaziy razvedka boshqarmasi esa 34,94 million kishi deb baholadi. O'rtacha prognozga ko'ra 2100-yili aholi soni 100 millionga yetadi. Afg'oniston eng qadimgi davrlardan Yevrosiyo xalqlari uchun eritish qozoni bo'lib kelgan. Qabilalarning ko'chishi, urushlar, bosqinlar, assimilyatsiya bularning barchasi turli xil etnik aholining vujudga kelishiga olib keldi. Davlat aholisining aniq soni ma'lum emas. Mutaxassislarning o'tgan yilgi hisoblariga ko'ra, aholi soni 34 milliondan oshadi. The Asia Foundation tadqiqotchilarining ta'kidlashicha, eng ko'p sonli xalq pushtunlardir. 15 million atrofida. Ular mamlakat aholisining 40% ga yaqinini tashkil etadi. Tojiklar bu borada ikkinchi o'rinda. 11-13 million kishi. Bu aholining 33% degani. O'zbeklarning aniq soni ma'lum emas. Ular 2,7 milliondan 3,5 milliongacha deb baholanadi. Mamlakat aholisining 9-10%. Qolgan millatlar: Turkman, Amak, Beluj va boshqalar ancha kam sonli. Pushtunlar soni bo'yicha birinchi etnik guruh va aholining 42%ni tashkil etadi. Pushtunlar yoki afg'onlar asosan Afg'oniston janubi-sharqi, janub va janubi-g'arbida joylashgan Forsiy xalq. Asosiy o'ziga xos qirralari sharqiy eroncha pushtun tili, nomadizm odatlari. Afg'onistonda 1979-yildan beri aholi ro'yxatga olinmagani bois, pushtunlarning aniq soni ma'lum emas. Ammo ular dunyo bo'ylab taxminan 42 million deb hisoblanadi va shundan 30% Afg'onistonda yashaydi va mamlakatda yetakchi va eng ko'p sonli millatdir. Tojiklar zamonaviy Afg'onistonda soni bo'yicha ikkinchi etnik guruh. Ular 10-14 million kishi deb baholanadi. Tojiklarning aniq soni ma'lum emas. Bu mamlakatda uzoq yillardan beri aholini ro'yxatga olish ishlari olib borilmagani sabab. Turli manbalar turlicha ma'lumot beradi. 27% dan 39% gacha. Bu 10-14 million kishi degani. Bu hatto Tojikistondan ham ko'p degani. Chunki Tojikistonda atigi 9 million tojik yashaydi. O'zbeklar Afg'onistondagi 3-millat hisoblanadi. Turli manbalarga ko'ra, o'zbeklar 2,8 milliondan 4 milliongacha deb hisoblanadi. O'zbeklar turkiy tilli millat va islomning sunniy mazhabiga e'tiqod qiladi. O'zbek tili Afg'onistonning ayrim shimoliy hududlarida asosiy til bo'lib ishlatiladi. Afg'on o'zbeklari
O'zbeklarning an'anaviy mashg'uloti qishloq xo'jaligi. Ular shuningdek Farg'ona shevasida gaplashib, arab alifbosini ishlatishadi. Shimoliy Afg'onistonda o'zbeklar yuqori o'zlikka ega bo'lishi bilan birga turli qismlarga bo'linadi. Ular Qurama, Mang'it, Qo'ng'irot, Laqay, Do'rmon, Ming, Yuz, Barlos, Qatag'on, Qorluq, Sunak, Qipchoq, Nayman, Qangli, Chig'atoy va boshqalar, umumiy 20 dan ortiq. Barcha o'zbek guruhlari o'zini o'zbek deb atasa-da, ular tarixiy ildizlarini saqlashga tirishib, ba'zan o'zini o'zbek Mang'it yoki o'zbek Qipchoq kabi nomlar bilan ataydi. Amudaryo havzasi qumtepaliklarida Afg'onistonning shimoli-g'arbida turkiy tilli bir necha guruhlar yashaydi. Bular turkman, o'zbek va boshqalar. Turkmanlar mamlakatning shimoliy hududlari, asosan Faryob va Badg'isda. O'zbeklar esa Hindukushning shimoliy tog'oldi hududlarida, Chor viloyatida yashaydilar. Afg'onlar 19-asr o'rtalarida bu yerlarni zabt etgunlaricha bu yerlarda Mayman, Axcha, Balx va Qunduz o'zbek xonliklari mavjud bo'lgan. Hozir bu yerlarda Hirot, Faryob, Juzjon, Balx, Tohar, Qunduz, Bag'lon va Badaxshon joylashgan. Turkmanlar ham, o'zbeklar ham sunniy musulmonlar. Ular o'z patriarxal ijtimoiy shaklini qat'iy saqlaydi. Ularning asosiy mashg'uloti dehqonchilik va chorvachilik. Turkmanlar shuningdek juda mohir sigir yetishtiruvchilardir. Ko'pincha o'zbek va turkmanlar tojik va afg'onlar bilan bir qishloqda yashasa-da, ularga aralashmaydilar. O'zbek aholisi orasida kam sonli qozoqlar va qoraqalpoqlar ham yashaydilar. Afg'on o'zbeklari yetakchisi Abdulrashid Do'stum 2005-yilgacha Tolibonlarga qarshi kurashgan Afg'on milliy islom harakatini boshqargan. Afg'onistonda o'zbeklar qulay joylashgan joylarda o'zbek tilida dars o'tiladigan 7 ta maktab bor. Unda 4000 ta o'quvchi o'qiydi. O'zbek teatri mavjud. O'zbekcha gazetalar chiqadi. O'zbek tilida teleradio ko'rsatuv va eshittirishlar uzatiladi. Teatr, gazeta va ommaviy axborot vositalari qishloq xo'jalik mahsulotlari eksportidan keladigan foydadan moliyalashtiriladi. Ular orasida to'liq o'zbek tili va qisman turkman tilidagi Batur TV, Ayna TV va Milliy TVlarni aytish mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, assalomu alaykum. Bugun chorshanba 2013-milodiy 10-oktyabr 1392-yil shamsiy 18-mezon. Boshlab xabarlar sarasi. Xabarlar tafsiloti bilan men Vahida Foryobiy. Bismillahirrohmanirrohim. Simur G'albur Stimining Afg'oniston yuksakligi musobaqalari so'nggi marrasi yo'l topgani munosabat bilan Afg'oniston Milliy islomiy jumbash hizbining rahbar va asoschisi Alhoj Sir Janrol Abdurashid Do'stum tomonidan yo'lga qo'yilgan ziyofatga ushbu tim chaqirildi. Ushbu ziyofatda millat vakillari, Afg'oniston Milliy islomiy jumbash hizbining siyosiy qo'mitasi a'zolari va yoshlari, madaniy jamoa faollari, Afg'oniston birligi yoshlari va bir qator mahalliy hunarmandlar qatnashganlar. Ana shu kabi Afg'oniston Milliy islomiy jumbash hizbining rahbar va asoschisi Alhoj Sir Janrol Abdurashid Do'stum Simur G'albur Stimi yoshlariga moliy ko'mak sovg'a etish bilan ularni tashviq etgan.